Assalomu alaykum aziz hurmatli kuzatuvchilar. Azizlar, men hozir Qoraqalpog'iston Respublikasi Chimboy rayoniga keldim. Tanigan bo'lsalar kerak, Qoraqalpoq qizini onalari Turg'ongul opami proyekti. Bu yerga kelishdan maqsad ayol boshi bilan mana hozir yonib ketgan bu orqamizda turgan hozir beton quyilgan. Men shunaqa jarayonga yetib keldim. Bu yerda sizlarga aytib o'tadigan bo'lsak, 11-klass, 11-sinfda o'qiydigan va kichkinasi nechinchi sinfda bilmayman. Shu o't balosi bu tilsiz yov deyshadi. Shu orqali kabeldan o't chiqib ketib, ikkita bola vafot etgan shu oilada. Shu uyda buzib tashlab boshqatdan mana hozir Qoraqalpog'iston Respublikasidagi, qolaversa Qozog'iston, Rossiya va dunyoning barcha chekkalaridagi musofirlarimiz qo'ldan kelgancha shu chiqib turgan kartalarga yordam qilishyapti. Azizlar, ehsonning mukofoti ehsondir. Sizlardan iltimos, qo'llaringdan kelganicha men hozir Turg'ongul opamdan bir shu oldingi videolardan olib, shu operatorimizdan iltimos qilib qolaman. Shu montaj jarayonida shu narsalar qo'yib sizlarga batafsil yetkazib berishda harakat qilaman. Azizlar, videolarni ko'rib davom etkazib turasizlar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Instagramda Turg'ongul Bekniyazova deb chiqadi. O'tib obuna bo'lib qo'ysalaring, ko'proq ma'lumotga ega bo'lasizlar. Xudo xolasa azizlar, bu joyda hali juda ko'p qiladigan ishlar juda ham ko'p. Bitta g'ishtni bitta joyga qo'yish o'zi oson emas. Ustalar bor, qolaversa texnikalar, spes texnikalar ishlaydi. Shu davomida sizlarga hamma narsani yetkazib beramiz. Azizlar, eng aziz oylarda, ro'za Ramazon oylarida turibmiz. Hurmatli kuzatuvchilar, sizlardan iltimos qilib qolaman. Bir 100 so'mmi, 1000 so'mmi, 10 000 so'mmi qo'llaringdan kelgancha ehson qilinglar. Ehson qila olmaganlar azizlar, qo'llaringni duoga ochib, videoda kengroq tarqatsak, siz orqali kimlardir shu narsani ko'rib o'zini ehsonini yetkazib bera olmay, qatga berishini bilmaydigan insonlar ko'rsa, shu savob bo'ladi, sizga ham savob yoziladi. Azizlar, bo'lmasa sizlar bilan xayrlashmaymiz. Videolarda, kadrlarda o'zlaringiz ko'rib o'tasizlar. Obuna bo'lib, kanalimizga a'zo bo'lib qo'yinglar. Sizlar bilan Sardorbek Ahmadjon bo'ldi. Yaxshilik sari yana qaytib keldi. Xudo xolasa biz chetdamiz, Qoraqalpog'iston Respublikasidamiz. Inshaalloh bu proyektdan keyin ham shu yordamga muhtoj oilalarga Xudo xolasa qo'ldan kelgancha yordam qilishga harakat qilamiz. Sizlar bilan Sardorbek Ahmadjon bo'ldi. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.